Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun choy tayimda o'zgacha burilish. Maktabimizda Yangi yil munosabati bilan karnaval o'tkazilyapti. Biz esa hozir o'quvchilarimiz va hamda o'qituvchilarimizdan choy tayim haqida fikrlari va bundan keyingi mehmon kim bo'lishini so'raymiz. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom, yaxshisizlar? Yaxshi, rahmat. Ustoz, choy tayim loyihasini ko'rdingizmi? Ko'rdik. Shu loyiha bo'yicha sizga bitta savolimiz bor edi. Shu yashab o'tgan umringiz davomida eng yaxshi yangi yil qachon bo'lgan? Yangi yil o'zi har yilda o'ziga yarasha shukuhi, aytaylik, o'ziga yarasha har yilda o'ziga yarasha nimasi bo'lgan. E'tirof etsak bo'ladi, ko'proq mana shu 2025-yilda ko'rsam bo'ladi. Rahmat ustoz. Ustoz, choy tayim keyingi sonlariga kimni chaqirishimizni xohlaysiz? Menimcha, birinchi rahbariyatlarni nima deydi, ularni o'ziga yarasha hayot ko'nikmalari bari boshqacha bo'ladi. Yoqarashi, kreativliklari va undan keyin menimcha har ustozlarga ham bunday bo'lsa kerak. Lekin loyiha to'g'ri chiqqan. Xudo respektlarga. Rahmat kattakon ustoz. Yangi yilingiz yaxshi o'tsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Bilyapsiz, maktabimizda yangi yil soni uchun karnaval o'tkazilyapti. Karnaval qanaqa bo'lyapti? Juda zo'r yoqyapti. Choy tayim loyihasini ko'rganmisiz? Ha, albatta ko'rganman. Bundan keyingi sonlarda mehmonimiz kim bo'lishini xohlaysiz? Bundan keyingi mehmonimiz Abdulaziz aka bo'lsin. Rahmat kattakon, yangi yillaring bilan yaxshi o'tkazinglar. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Ustoz, yangi yil munosabati bilan maktabimizda karnaval o'tkazyapti. Karnaval haqida taassurotlaringiz qanday? Juda ham yaxshi, chiroyli o'tyapti. Bolalar eng asosiysi bolalar juda ham bolalarga quvnoq, yaxshi tadbirlar, chiroyli chiqishlar bo'ldi. Bu chiqishlarda bolalar o'zini kreativligini, ilm olyapti turganini, bilimliligini juda ham tadbirlarga qiziqishini ko'rsatdi. Ustoz, choy tayim podkastini ko'rganmisiz? Choy tayim podkastini ko'rganman. Choy tayim podkastini keyingi sonida kim chiqishini xohlaysiz? Sizlar kimnidir mana shu maktab miqyosida agar podkastga tashrif qo'yishini xohlasanglar, menimcha haqiqatan aytganingizdek, bu maktabning o'zida iqtidorli o'quvchilar juda ham ko'p. Yoshlardan birontasini masalan nimada olimpiadalarda, xalqaro olimpiadalarda yaxshi birinchi o'rinlarga, oltin medallarga sazovor bo'lganlarni chaqirsalar maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu undan keyin o'quvchi qaysinisini iqtidorli deb bilsalar, yoshlarni chaqirsalar juda ham yaxshi bo'lardi. Ustoz, keyingi yangi yil uchun qanday rejalaringiz bor? Ularning biri bilan biz bilan o'rtoqlasha olasizmi? Endi yangi yil bo'yicha qanaqa maqsadlarim bor? Meni maqsadim bitta. Biz endi nafaqaga chiqqan odammiz. Lekin maqsadim shuki, shu yerda biz mana shu yerda ishlayapmiz, faoliyat ko'rsatyapmiz, mehnat qilyapmiz. Mana shu yerda bolalar juda ham katta yuqori darajalarga erishib, hammasi masalan bu yil emas, mana 2026-yil bizni bitiruvchilarimiz hammasi 100% ta'lim oliy ta'limga o'qishga kirishni xohlardi. Rahmat ustoz, yangi yilingiz bilan yangi yilingizni yaxshi o'tkazing. Assalomu alaykum. Yangi yil karnavali qanaqa o'tyapti? Juda zo'r. Choy tayim podkastini ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Podkast haqida fikrlaringiz? Juda zo'r, neobычный fikr bo'lgan ekan. Keyingi podkastga kimni chaqirishimizni xohlaysiz? Olimpiadistlarni. Rahmat, yangi yil yaxshi o'tsin. Rahmat. Assalomu alaykum ustoz. Ustoz, choy tayim podkastini ko'rganmisiz? Albatta ko'rdim, juda zo'r loyiha, ishiga omad. Rahmat ustoz, yangi yilga tilaklaringiz bormi? Albatta hammalarga omad, rivoj o'qishiga, iloyim hammalar 5-6 dan sertifikat olib, eng yuqori ball bilan universitetga. Rahmat ustoz, shirin tilaklaringiz sizga ham hamroh bo'lsin.